Bel og'rig'i, uni e'tiborsiz qoldirish oson. Ko'pchilik buni oddiy charchoqqa yo'yadi. Ammo aynan shu og'riq jiddiy kasallikdan darak berishi mumkin. O'zingizni sog'lom deb hisoblaysizmi? Millionlab odamlar bilmagan holda bitta jiddiy xastalikdan aziyat chekadi. Bu umurtqa pog'onasining disk cho'rasi. Oddiy nom, jiddiy oqibatlar. Disk cho'rasi umurtqa pog'onasini tashkil etuvchi suyaklar o'rtasidagi yumshoq diskning shikastlanishi. Bu disklar amortizator vazifasini bajaradi. Ular harakatlanishimizga yordam beradi. Ammo ular shikastlanganda atrofdagi asablarga bosim o'tkazib, qattiq og'riq, uyushma va hatto harakat cheklovlariga olib kelishi mumkin. Disk cho'rasi sekin boshlanadi. Yillar davomida rivojlanadi. Yengil og'riqlarni o'tkazib yuboramiz. Keyin ular kuchayadi. Ishga, uyquga xalaqit beradi. Davolanmasa, hatto nogironlikka ham olib kelishi mumkin. Bu shunchaki bel og'rig'i emas. Bu sizning harakatingizga, hayot sifatiga tahdid. Ammo tushkunlikka tushishga shoshilmang. Zamonaviy tibbiyot disk cho'rasini davolashda samarali usullarni taklif qiladi. Eng muhimi muammoni erta aniqlash va to'g'ri choralar ko'rish. Disk cho'rasi qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? E'tibor berishingiz kerak bo'lgan bir nechta asosiy belgilar mavjud. Birinchidan, belda boshlanib oyoqqa yoki qo'lga tarqaladigan og'riq. Bu og'riq yo'talish, aksirish yoki harakatlanish paytida kuchayishi mumkin. Ikkinchidan, oyoq yoki qo'l mushaklarida zaiflik yoki uvishish hissi. Bu asab qisilishi natijasida yuzaga keladi. Uchinchidan, zararlangan qismda, masalan, oyoqda yoki qo'lda chumonlar yurishiga o'xshash sanchiq hissi. To'rtinchidan, ba'zi hollarda disk cho'rasi siydik pufagi yoki ichak faoliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin. Bu zudlik bilan tibbiy yordam talab qiladigan jiddiy belgidir. Bu belgilar sizga tanishmi? Unda ehtiyot bo'ling va mutaxassisga murojaat qilishni kechiktirmang. Bu belgilarni e'tiborsiz qoldirish eng katta xato. Chunki vaqt o'tishi bilan grija kattalashadi, asablarni qisadi, og'riq kuchayadi, oyoq-qo'llarda zaiflik, uvishish paydo bo'ladi. Ba'zida hatto falajgacha olib kelishi mumkin. Oddiy yura olish, o'tira olish ham qiyinlashadi. Hayot sifati, ish qobiliyati, uyqu buziladi. Bu shunchaki og'riq emas. Bu sizning normal hayotingiz uchun katta xavf. Ko'pincha odamlar faqat jarrohlikni o'ylashadi. Operatsiya kerak bo'lishi mumkin. Ammo bu har doim ham yagona yo'l emas va xavflari bor. Eng muhimi, muammoning asl sababini topib, uni iloji boricha operatsiyasiz bartaraf etish. Grija aniqlansa, nima qilish kerak? Birinchi va asosiy qadam to'g'ri tashxis. Buni faqat malakali mutaxassis, ko'rik va MRT kabi usullar orqali aniq qiladi. Delta klinikda biz har bir bemorning individual holatini chuqur o'rganamiz. Shunchaki MRT natijasi bilan cheklanmaymiz. Bizning yondashuvimiz markazida manualniy mishishniy testirovание turadi. Bu shunchaki mushakni paypaslash emas. Bu nerv-mushak aloqasini, tananing qanday harakatlanishini va muammoning asl manbasini topish usuli. Bu test bizga qaysi mushaklarda kuch yo'q, qaysi asab qisilgan, qaysi bo'g'in ishlamayotganini aniqlaydi. Aynan shu ma'lumot bilan biz siz uchun eng samarali, individuallashtirilgan davolash planini tuzamiz. Aniqlangan tashxis asosida kompleks davolashni boshlaymiz. Bizning yondashuvimiz faqat og'riqni yengillashtirish emas. Asosiy maqsad muammoning sababini yo'qotish, umurtqa pog'onasini funksiyasini tiklash va kelajakda kasallik qaytalanishining oldini olish. Davolashning ajralmas qismi neyrokineziologiyadir. Bu metodika miya va tana o'rtasidagi buzilgan aloqani tiklashga qaratilgan. Ko'pincha disk cho'rasi tufayli tananing harakatlanish stereotipi o'zgaradi. Ba'zi mushaklar o'chadi. Neyrokineziologiya yordamida biz miyani to'g'ri harakatlanish namunalarini qayta o'rganishga undaymiz. Bu orqali og'riqni kamaytiramiz va harakat erkinligini oshiramiz. Kinezioterapiya bu davolash fizkulturasi. Ammo u an'anaviy mashqlardan farq qiladi. Bu yerda mashqlar bemorning holatiga va
manualniy мышечное тестирование natijalariga qarab qat'iy individual tanlanadi. Maqsad umurtqa pog'onasini qo'llab-quvvatlovchi mushak kassetini kuchaytirish, bo'g'inlar harakatchanligini oshirish, to'g'ri postura shakllantirish. Doimiy va to'g'ri bajarilgan mashqlar umurtqaga tushadigan yukni kamaytiradi va tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Manual terapiya bu terapevtning qo'llari yordamida amalga oshiriladigan ta'sir. U umurtqa pog'onasidagi blokirovkalarni olib tashlashga, bo'g'inlar harakatchanligini tiklashga, mushaklar spazmlarini yechishga yordam beradi. Manual terapiya orqali qisilgan asablarga tushayotgan bosimni kamaytirish mumkin. Bu esa og'riqni tezda bartaraf etishga xizmat qiladi. Massaj bu nafaqat yoqimli protsedura, balki davolashning muhim qismi. Disk cho'rasida ko'pincha atrofdagi mushaklar kuchli taranglashadi. Massaj mushaklarning qon aylanishini yaxshilaydi, taranglikni yechadi, spazmlarni bartaraf etadi va og'riqni kamaytiradi. Fizioterapiya zamonaviy asboblar yordamida amalga oshiriladigan turli protseduralarni o'z ichiga oladi. Bu issiqlik, elektr stimulyatsiyasi yoki boshqa ta'sir usullari bo'lishi mumkin. Fizioterapiya yallig'lanishni kamaytirishga, og'riqni yengillashtirishga va mushaklardagi taranglikni yechishga yordam beradi. Bu esa kineziterapiya va manual terapiya uchun zamin yaratadi. Va nihoyat biz fokusli UVT, ultra to'lqinli terapiya texnologiyasidan faol foydalanamiz. Bu yuqori chastotali ultratovush to'lqinlari yordamida shikastlangan sohaga aniq yo'naltirilgan ta'sir ko'rsatish usulidir. UVT to'qimalarda qon aylanishini yaxshilaydi, yallig'lanishni kamaytiradi, og'riq retseptorlariga ta'sir qiladi va shu orqali og'riq sindromini bartaraf etadi. Ayniqsa, fokusli UVT disk cho'rasi atrofidagi fibroz o'zgarishlar va asab qisilishlari bilan bog'liq og'riqlarda samarali. Delta klinikda biz ushbu barcha metodiklarni har bir bemorning o'ziga xos holatidan kelib chiqqan holda kompleks ravishda qo'llaymiz. Bu nafaqat simptomlarni, balki muammoning ildizini davolash imkonini beradi. Bizning yondashuvimiz ko'p hollarda jarrohlik aralashuvisiz ham disk cho'rasini samarali davolashga yordam beradi. Bemorlarning hayot sifatini tiklaydi va ularni faol hayotga qaytaradi. Agar sizda videomizda aytib o'tilgan bel og'rig'i, oyoqqa tarqaluvchi og'riq, uvishish, zaiflik sizda bormi? Yoki sizda grisha tashxisi bormi? Unda hoziroq harakat qiling. Og'riq bilan yashashga ko'nikmang. Sog'lig'ingizni qaytarish mumkin. Bizning mutaxassislarimiz sizni tekshirib, aniq va samarali davolash rejasini tuzishadi. Ekranda yoki video ostidagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Delta klinikda konsultatsiyaga yoziling va og'riqsiz hayotga qayting. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.